Assalomu alaykum. Arab tilini noldan o'rganish darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi darsimiz. O'tgan darsda arab harflarini alifbosini ko'rib o'tdik va mana bunday harflarni ranglar bilan ajratilgan holatda ko'rdik. Bir-biriga o'xshash, shakl jihatdan o'xshash harflarni ajratish usullarini va bir-biriga tovush jihatdan o'xshash harflarni ko'rib o'tdik. Bugun mana shu harflarni alohida o'qishni o'rganamiz. Birinchidan, arab tilida katta yoki kichik harflar degan narsa yo'q. Bosma, yozma, bunday holatlar ham yo'q. Ya'ni o'zbek tilidagi holatlar yo'q. Va o'zbek tiliga qarama-qarshi ravishda arab tilida o'ngdan chapga qarab o'qiladi va yoziladi. Va keyin bu 28 ta harf, ya'ni yuqorida ko'rib o'tgan harflarimizni hammasi undosh harflar. Unli harflar qo'shimcha harakatlar, ishoralar yordamida yaratiladi. Bularni quyida ko'rib o'tamiz. Va qo'shimcha ravishda lam, alif harfi alohida harf emas. Ikkita ya'ni lam va alif harflarining qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan uni nima uchun qo'yilganini ko'rib o'tamiz keyinchalik. Demak, bizdagi 4 ta holat. Har bir harf so'z, ya'ni so'zda kelar ekan 4 xil holatda bo'lishi mumkin. Bular fatha, kasra, zamma va sukun. Birinchi 3 tani ko'rib o'tadigan bo'lsak. Fatha, ya'ni yuqorida keladigan ishora. Mana shu ishora qaysi harfda yuqorisida kelar ekan a yoki o o'qiladi. Ya'ni arab tilida qo'shimcha ravishda a, o, u, i bu harflar yo'q. Mana shu ishoralar orqali yasaladi. Demak, yuqorida kelsa biz buni fatha deymiz va a yoki o o'qiladi. Qachon a, qachon o o'qilishi bu harfga qarab, o'sha harf o'ziga kelganda, har bir harfni o'ziga kelganda ko'rib o'tamiz. Qaysi harf o o'qiladi, qaysi harf a o'qiladi. Lekin pastdagi ikkita holat, ya'ni pastda kelgan ishora, mana bu ishora kasra deymiz, i o'qitadi har bir harfni va doimiy shunday. Boshqacha holatda o'qilmaydi. Doimiy i o'qiladi. Keyingi shakl bu 9 ga o'xshagan yoki vav harfiga o'xshagan ishora doimiy u o'qitadi. Biz buni zamma deymiz. Yoki domma deyiladi. Qisqasi zamma. A, i, u. Yuqorida kelsa a yoki o qaysi holatda, pastda keladigan bo'lsa i, mana bunday ishora keladigan bo'lsa u. Va so'nggi holat bu sukun deyiladi. Mana bunday o'rtasi ochiq holatdagi ishora, doira. Bu harfni, ya'ni harakatsiz holatda o'qitadi. Endi alif harfidan boshlab o'qilishini ko'rib o'tamiz. Alif harfidan o'qishni boshlaymiz. Aytib o'tdik. Bu ishora, ya'ni fatha keladigan bo'lsa a o'qitadi. A o'qiymiz. Agar pastda keladigan bo'lsa, ya'ni kasra bo'lsa i o'qiymiz. I. Agar bu ishora keladigan bo'lsa, ya'ni zamma u o'qiymiz. A, i, u. A, i, u. A, i, u. Keyingi harfimiz ro, ri, ru. E'tibor bergan bo'lsangiz, ro harfini ro o'qidik, ra emas. Ya'ni fatha agar ro harfida kelsa, buni doimiy ro o'qiymiz. Ra o'qilinmaydi. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Endi ikkita harf yonma-yon kelganda r, ir, ur. R, ir, ur. Ro harfida ko'p uchraydigan xatolardan bu ra o'qilishi, ya'ni ro o'rniga doimiy ro o'qiladi. Keyingi xatolardan bu til yopishib qolishi bo'ladi. Misol uchun ar yoki ir, ur. Mana shunday til yopishib qolishi bo'ladi. Buni o'rniga ar, ir, ur o'qiladi. Va keyingi yana ko'p uchraydigan xatolardan
juda ko'p qimirlashi bo'ladi. Misol uchun r, ir, ur bu ham xato hisoblanadi. R, ir, ur. Ana shunday o'qiladi. Keyingi harfimiz za harfi. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Keyingi qatorga o'tamiz. Har bir so'zni 3 martadan o'qib beraman. Az, az, az. Iz, iz, iz. Uz, uz, uz. Zar, zar, zar. Zir, zir, zir. Zor, zor, zor. Keyingi qator. Azru, azru, azru. Izru, izru, izru. Uzru, uzru, uzru. Urzu, urzu, urzu. Keyingi harf mim harfi. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Am, am, am. Im, im, im. Um, mor, mor, mor. Muz, muz, muz. Rum, rum, rum. Amara, amara, amara. Umira, umira, umira. Amru, amru, amru. Imru, imru, imru. Ramzu, ramzu, ramzu. Irmi, irmi, irmi. Marmar, marmar, marmar. Ramram, ramram, ramram. Zamzam, zamzam,
زمزم أرزم أرزم أرزم. Mim harfida ko'p uchrab turadigan xatolardan bu mim harfini ko'p ushlab turish. Misol uchun am, im, juda ko'p ushlab qolish. Unday emas. Am, im, mana shunday o'tib ketilishi kerak. Bu dars uchun so'nggi harfimiz ta harfi. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Mat, mat, mat. Mit, mit, mit. Mut, mut, mut. تمر تمر تمر. ترير ترير ترير. زرت زرت زرت. أمرت أمرت أمرت. مررت مررت مررت. أمرت أمرت أمرت. أمرت أمرت أمرت. أمرتم أمرتم أمرتم. أمرتم أمرتم أمرتم. مررتم مررتم مررتم. مررتم مررتم مررتم.